Lekin doktor hamda shu yuqoridagi gaplaringizni anglagan vaqtimda balkim shu biz chiqib ketgandan keyin va yoki siz chiqib ketgandan keyin hozirgi vatandagi farzandlarimiz yaslidan tortib akitilgan suvlab mingisi yuyilgan bular balkim Xitoyning tamuqi bulamdi oldiga nima kelsa Xitoyning ilg'imay yeydigan bo'lib ketgan bo'lsa hamda mushunda bechora bu millat mushunda assimilyatsiya qilib o'tildi deb to'g'ri tushunishimiz mumkin ozroq bo'lsin. Chunki bu zulmda mushunda o'zimning nima ish qilayotganini bilmaydi deb hamda. Lekin men o'zimning vatandagi hayotimni o'ylasam, ya'ni normalda dindarni qo'yib turayli-da, normal ya'ni hech namozmi o'qimaydigan bir Uyg'urninki men bir vaqtim yani Xitoy oshxonasiga masalan undaq havas qilishiga, Xitoy oshxonasida tomoq yeyishning fikrining xiyoliga kelganligini men tasavvur qila olmayman shu hamda. Yani Xitoyning yemekliklarini o bu narsani unda suyib yeyish u yoqda tursin. Yani ko'ngilishida unda bu narsani yani unda tomoq narsa tilga ilinib qolib qolsa hamda ayib sanaladigan bir ish ham. Bundaq bir madaniyatga yetishgan bir xalq biz hamda. Ama bu chet elda yaman g'ing Xitoyning orasida yashamasam, mushahada shundaq halol narsaning ko'pligida u narsani tashlab qo'yib, buningga insonning kalqa ya shuncha bola tarbiyadan keyin yani numussizlarcha bu narsani voy bu halol ish qilibdi, uni qilibdi, buni qilibdi, ko'rinmayotamiz u bu degandek yani tetiksiz inkoslarning bo'lishi masalan mush setayotganlarni numussizlarcha o'zini aqliga olishi. Yani insan hakikaten ben bu kaçan biz bunda alıp kaldık digisini keltirip dedim de insanın yani. Şu. Hem de bu ikinci noktada kuşkuş bir taraf var. Birisi hazır yine şu kısmına kılçı azraq bir eslevedili. Yani bu ben İsrail o kadar cık mucize köylü ki şunda ama. Mesela şu Musa Aleyhisselam evetildi, ayet Musa Aleyhisselam'ın assı, sehirgerlerden assını məğlup kıldı sehirgerlik musabıqısı da. Firavun'un huzurunda. Ancak o sehirgerler Müslüman oldu. Onunla keyin bir denizde oturduğun yeri kutkuzdu hem. Yani közülen köygül olduğun acayip mucizeligi guvahlık bergen, şahit bolgan turuluk. Yanıla o ro'yxat sınıp ketken o narsadan derhal kurtulanmadı. İkincisi, bir narsani deyish lazım. Bizim vatanning sirtidagi muajiratdagi bu do'konlar setilayotgan ba'zi narsalar menimcha masalan Safaköyni yoki Istanbulni misol olsak, hech hargiz u yerda yashayotgan qarindoshlarning mutlaq ko'pi shularni yeydi, ichidi deganlikni bildirmaydi. Mening qarashimcha unda ko'lam unda kengri hammaylar iste'mol qiladigan emas. Faqat shu anqov bir turkum kishilar ularning ichidagi işte haram emasken o, yani işletilgen maddesi haram emasken o, ticaret diyenini Allah halal kılgan o diyen, bazı bir çalı petva bilenle hareket kılıvatkan bir Türk'ün kişiler var. Hoş. Yani ulanın kalısındaki mesele o yine başka. Ulanın kalısındaki mesele galiti derecede başka. Mesela diyelim ben etrafımızda mında kişilerini düşürttüm ben. İsrailiye'nin mallarını, Yahudilerin mallarını boykot kılışta acayip aktif bir Türk'ün kişiler var. Ama Xitayning mallarını boykot kılış kelgan chaqda, o'xshash kişiler Yahudilerin mallarını boykot qiladigan qizg'inligini topolmaymiz. Acayip hayron qolarlik bir ish. To'g'ri. Ya. Bu bir hayron qolarlik ish. Mesela ba'zi bo'lgan o tizimliklarni ko'tarib yuruydi. Voy, Mao listede varken, Mao tizimlikte varken, Mao Yahudi'nin meliyken boykot qilamiz ekan deb. Atalloh azra kelsin shu tizimlikka qarab mal aldigan mallar. Ama Xitoyning mahsulotlari undan siz bilamiz. Made in China Xitoyda yasalgan degan xatni o'qimaydi bir narsa vaqtda. Mao bir qo'rqinchli narsa. Buni tigidni hal qilmasak bo'lmaydigan bir ish. Ana siz degan shu vatanda haqiqatan keyingi vaqtlarda bo'libmi 2000-yillardan keyin Xitoyning qo'li tekkan, Xitoy ishlagan nurg'un narsalarni qat'iy iste'mol qilmaydigan yaxshi bir odat shakllangan. Ama g'alati hozir u muhitdan ayrilgandan keyin bu pastkash odatning
chet eldeki kişilerden arasında bulup bek köğanı yerim kıldım. Bulup mu? Ötkendilik siz yazdınız mı değil mi? Facebook'ta yazgan Ha, sizlinkini okudum. hoş. Andaki Sübünur'un yazdı mı değil mi? Ha, doğru. Şunun qarab, mening da bek köğanı yerim bulgunu, ayarlanan, dükançılının dükkanı tizgındım bek. Hı, Safaköy'de dindar Uygur'u yığılgan bir mahallede hoş. yürkünü kaptek kılıp şunu Pukeylerge tızalagan bolsa. Demek Safaköy'deki nurgun Uygurlar aşağıda setip aldığı yaydı deyik. Eğer bunu setip almışsa, bunu istimal kılmışsa, o yagi o bir desmai ya ticaret. O Şu. ziyan çıkan işini bir kim kılmaydı. Bunu yagi tızmaydı, onu satmaydı bu. Yani ulanın setişi demek, bizden erişimiz bilmek kazan. Yana birisi aşağıda bir haqni izah işleme, haq qattiq gap qila degan narsani tapta atmay, qo'pmay, oshkor tizib qila olganligi. Bu yerda iliqi. Liq musulmonlar bor yerda. Yo'g'on cho'chqa go'shi do'konidan birini eshib o'ltirgan Dal o'zi shu ya. odamga o'xshash Ya bir aslida ish. shu. Aslida bu to'g'ri yo'lda mengayotganlarning qanchalik xatoni darhol xato deb o'zininki Ya'ni ayada pozitsiyamizning qattiq lat ekanligini. shu. Ochiqchasi. Yani haqiqatan Pozisyonimizdan lat ekanligini her daim mushukal narsa tanqidlagan vaqtda bir turkum shapaqchilik chiqadi. Va endi unda degan bilan bu tijorat tursa, endi jon boqmamdi. Derhal bu gap bilan mayadagi dushmandan to'liq uzil kesil ayrilish, tavalla tabarra masalasidek muhim masalalar chetga qilib, ayadi tijorat emas, bu jon boqmamdi degandek bu gaplar bilan buni yug'ishtirg'ach odamlar chiqadi. Va nurg'un kishilar, hatto nurg'un o'lim odamlar buni sukut qildi, ko'zini yumdi. Bu haqiqatan yani izohlash tasbih.